Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi turkumimiz Urganch tuman Raysentrning markazida ajoyib bir qavatli 325 metr kvadrat hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyasiga kelsak, hurmatli mijozlar, bu tuman 02, bu tomoncha tuman So'ti, benim Agrobank. Xullas, Raysentrning yuragida joylashgan asosiy liniyamiz 19 marshrutkamız. Hokimiyat ham shu yerda joylashgan. Xalq banki bu tomoncha yangi do'mbiram qurildi. Yakız yapmayından ona kayarlarız. Esvet köçe, uçallar bilen koldan gençel avzuret düşündürüp göstergen olasın. Yine bunu açılan Axran köçemiz. Axran'la özü 50 metre, 60 metre ürgenli tüpik köçeken xullas. Görüşlemekin. Bu tamamen özüne kriz yapmayına bayısa getirdim köçemiz. Xullas zor lokasiyet arzanaqda çıktı eken. Esa içallar bilen düşündürüp göstergen xuda xalasa. Lekin bu hududumuzda gazdan, svetdan, sudan muammo bo'lishi mumkin emas. Tochkasi desek ham bo'ladi. Yine mijozda hovli-joyimizni 50 qismini ahamiyat bersak, umumiy kvadrat 325 metr kvadrat ekan, 14 da, shunda 23. Raycenter Mevazor ko'chasi. Arzonaqda zudlik bilan sotib chiqdi, mulk egasi bilan bemalol aloqa chiqarsa, gazda, svet, suvlari muammo bo'lishi mumkin emas ekan. Xullas, silikat carriage 100% ekan. Köçelerin. Bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak. Kanalımızda yangi olsak, like istang, chiqmasa obunachilarimiz. Berimiz hol qismimiz yana uzun ketgan dalanimiz. Eshiklarimiz yana o'zlarimizda milliy mahsulot yog'ochdan o'tilgan. Har doimgidek rakoynamiz bor. Iranskiy chiroyli kafellar, dekorativdan o'tilgan oynalari bor. Fonda joyimiz, demir katyollarimiz yana berimizda. Yine bunu açalımız. Allah çeper joylashgan xonamiz keng bir oila lezzat yaxshi beradi. Bu xonamizga kelsak, mehmonxonamiz. Konsertlarimiz va o'zlarimiz mahsulot Artel firmaniki. Ayrim jihozlar, ayrim jihoz olib keladi. Perdelarimiz mana televizorlarimiz. Ikkilamchi qilsam bo'ladi, bunu açalımız. Oyaklarimiz taxta pol. Devorlarimiz yana bir aytaman. Silikat carriage. Berimizde kandillerimiz, kavaygellerimiz koyulgan ekan. Xullas, hem bir chiroyli bo'lib yanada ekan. Shunda chap tomon saviyada yana bir xonamiz joylashgan ekan. Endi yana bir ixchamli mehmonxona desak ekan bo'ladi. Berimiz oynasi tashqariga qarab, bir ham perdelar qo'yilgan yana. Xullas, joyni xonani keng bu xonamizdan bir 5'e 4'ten ziyad. Yine bunu açalım. 3 xona korpusunu pulunu yine hovluca bemalol satıp alabilirsek, kim girdi, kim çıktı diye muammo bu. Bəzi benim yeri joya gelmedi korpusa nispeten. Bu aşxanamızda bir de haladerekimiz, birinci gaz plitamiz, moykamiz, üstlerleri bor ekan. Endikine bir spaniya joylashgan. Uyni egasi muzikant. Beyin oynası nereye xona qaradi. Şkaflar bu xonamizda. Bu xonamizda feyzli xona ekan. Endi obunachilar, neri xonamizni yuzlasak, bu xonamiz bir spaniya joylashgan ekan. Spaniya oynası nereye bak kısmı obunachilar. Sanuzellerimiz, eshiklar shu o'zlarimizda yog'ochdan. Bir de kafe bo'lgan ekan obunachilar, keyin plastik, o'zlarimizda Agoba ekonom galereyada, boshqalar Aqua'dan, kir mashini Premier firmaniki. Bir de rakoyna unitazimiz dushoy kabinada qo'yilgan ekan. Ishlatib böyle. Bendi fotoğraflarım plastikdan so'tilgan ekan. Endi bog' qismini kelsak, bog' qismi 4 tarafimiz tashga bo'lgan. Yoziq hojatxonasi bor, kichik bu tomonda joylashgan ekan. Bu tomonimizda evoncha qilsangiz, bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda ko'chatlar bor bular, mana 3 yillik ko'chatlar. Buni horiqlar chiroylatib o'tilgan ekan. Endi asosiy lokatsiyada edi. Raycenter 02 desak ham bo'ladi. Axran ko'cha deb aytiladi. Mevazor Axran ko'cha. Yinemize geldik. Astana 19 marshrutkamız. To'xtamasdan hozir yangi avtobuslar qo'yilgan. Ajoyib
yerdə. Və də qoşunlarım axıl inaq. Mülki gezibinə bemalol əlaqə çıxarası, özləri tavada klaviaturası almalısanız. Xullas cayını 680 700 milyon dəb oturmayın. Doğru realni baxanı qoyardı qabulasanız. 620 milyon. Qoşunuzun özlərinizə abunəçilər olsun da. Həsə abunəçilərimiz sırayla yekillər. Like, istər çıxmaz abunə olmalı, abunə olmaq. Sağ olun.